Kimdir bu qo'shiqni eshitganda Rammsteinni eslaydi, yana kimdir esa Polat Alemdarni. Chunki Polat akaning editlarida aynan shu qo'shiqdan foydalangan. Men esa Köln soborini eslayman. Bu binoni gotik arxitekturaning durdonasi deb aytishimiz mumkin. Chunki u 1248-yilda qurilishi boshlanib, to 1880-yilgacha davom etgan. 632 yilda qurilgan Karl. Bino haqida ko'plab afsonalar mavjud. Uning rangiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zi aslida oq toshdan qurilganiga qaramasdan qora tusga kirib qolgan. Uning qora tusga kirib qolishiga sabab qilib, me'morning shayton bilan shartnoma qilib bu binoni qurgan degan afsonani keltirishadi. Afsonaga ko'ra, me'mor mahobatli cherkovni qurish uchun aynan shaytondan yordam so'ragan deyiladi. Chunki u bunaqa binoni odam qo'li bilan qurish imkonsiz deb o'ylaydi. Shayton unga aytgan emishki, men senga binoni 3 kunda bitirishga yordam beraman. Lekin sen menga o'z ruhingni berasan. Lekin me'mor uni aldaydi va naq 632 yilga cho'ziladi bino qurilishi. Bino klassik gotik uslubida qurilgan bo'lib, balandligi 157 metrni tashkil qiladi. Bu hozirgi kundagi xalqaro normativlarga ko'ra osmono'par binolarning minimal balandligi hisoblanadi. Xo'sh, siz yana qanday afsonalarga boy bo'lgan binolarni bilasiz? Like bosing va kommentariyada fikringizni qoldiring.